kızım. Bugün muallimga nima ders o'tdi? Tip olgan narsa izga qaltirlik degan darsni o'tdi. Tushunaldingizmi? Ozroq yerini tushunmadi. Mani. Biz nimishqa tip olgan narsani izga qaltirtirmiz? Ha, tip bo'lgan narsani egisi qaytarib berish bu bir go'zal axloq fazilat. Men sizga mushunday munosabat bo'lgan bir hikoyani so'zlab beray. Siz cho'qim tushunib qolasiz. Burunning burnisida, shaharning o'rtasida ana bola ikkala yashaydi ekan. Apa nima bo'ldi? Qizimiz yana o'lib qopti. Darishdingizmi? Men sizga dori tushirib qo'yay. Daringiz yana qonmabdi. Men chiqib ishlab sizga dori yeb kiray, ha? Yo'q, bolam. Oziq so'g'oq o'tab qopti. Siz ansibisingiz bodong. Birdam arabasam o'xshilib qolaman, bolam. Havo so'g'uq. Nimishmi qilasiz bu so'g'uqda? Yo'q, apa, bugun havo yaxshi. Uyda o'tirsammi bekor vaqt ketganman. Chiqib ishlab pul topib kelay. Yotqash turing, juma apa. Ares balam, bugün balduq aytib kelibsiz ya. Bugun bozorda odam jiq emas. Lekin soat bak yaxshi oldi. Jiq matoq sotdim, jiq pul topdim. Ya bo'pti balam, xudoyim rizqingizni kamol qila balam. Haras apa, to'p turg'a. Bu pulni eling. Turmushimiz kun-kun yaxshilab turdi apa. Rahmat balam.
Xo'jayin, mana bu shahrimizning eng avat yeri joylashgan zamonlik bilan an'analik birlikda mujassamlangan Yevropa usulundan qish salqin, yoz issiq, shubidan xoli 7 darajalik turalg'u joy. Man bu bo'lamkan xo'jayin qanday? Mana yerda sit olinglar. Xo'jayin, bu shahrimizdagi taomlar eng o'xshaydigan hurmatli tamaxonasi. Bu tamaxonda mogo, Bo'ldi. sogo. Mana yerda sit olinglar. Xo'jayin, uni ilib keldim. Ey Soltek. Ayni vaqtni ochdingmi? Tapqab pullarni ilatdingmi? O'zimni ochig'i kim bo'lsan? Yoshliqmi? İlgari shishtirib tapqab pullarni avlatdingmi? Gerçi hozir shahrimizga eng babsi aylangan bo'lsanmi? Shu qadar pisiqki, shuni bir qosh qinidek ishni qolmay muqdingmi? Qo'shildinglar. Xo'jayin, emnivat kim keldi? Növbət yaşashga keldi. Altımızdan çık bakıra ya gayna. İşçim köyde çapanı bana aslan botu do. Yöncek sılan ola, dükkan kalan pullar kadar sildi. Ay adaş, ayak iş koyarsan bakar, yani bir vardığında ağzını bunun var, yacık bulamıyorsa var. Sıla qilishlar Endi chaqda azroq pul tepilib, ikisi qaytirib bermay, o'zini bilanmay mushkul qolgan narsa, chaqirsak bo'lmaydi unga. Shuning bilan uning hayoti ichinish qalti oxirlashibdi. Qizim, yuqorqi hikoyadan tip bo'lgan narsani egisi qaytarib berishning sababini tushuna oldingizmi? Tushundim apa. Biz tip olgan narsani egisiga qaytarib bermizsak, o'lib qolganmisa? Hujuma qizimning umaqliqini. Undaq emas qizim. Tip olgan narsani egisi qaytarib bermasak, hayotimizda yuqorqidek ichinishlik tragediya yuz berishi mumkin. Ha, tushundim apa. Tip olgan narsani cho'qim egisiga qaytarib berishimiz kerak ekan. Apa, hozir qilib kelay. Chaqman kelgan hamma mashina to'sqash turay.